balchiqqa botgan kimsalar. Ya'ni xalq bundaylardan qochgan. Chunki balchiqqa yaqinlashgisi kelmaydi hech kimni. Bilsalar ham bilib turib ana shu tuhmatlarni qilishyapti. Qo'lingizni cho'zadigan bo'lsangiz, qo'lingizga tirmashib chiqmaydi, balki sizni tortadi. Nima uchun biz yurtdan mosuvomiz? Bular unday emas. Bizning hissiyotlarimizdan foydalanishadi. Ana shu Falastin voqeasi qalbi og'rib turgan qalbini yana junbushga keltiradigan bo'lsa, buni qalb ko'zi ochiq bo'lgan insonlar ko'radi. O'sha odamlarni mana shu yo'l bilan ushlab turib, necha minglagan oilalarni qutqarib o'sha Suriyadan olib kelish changalidan yurtga olib kelishdi. Insonlarni tortish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlari yurtini sotib olgan o'sha isqirtlarning gaplariga kirib, ya'ni 4 ta odam chiqadi, ikkitasi bayroq ko'taradi, 150 da ham yuraveraman deb. Falastin degan bir mavzuni Mahmud, Zufar va Ibrohim kabi makkor maxluqlarga ham bularni mana shu, ya'ni yo'ldan ozgan Ibrohim kabi yoki o'sha Mahmudmidi, yana Zufarmidi, ana shunday beshora kimsalarning men dardini bilaman. Bular balchiqqa botgan kimsalar. Balchiqqa botganlar ana shunday bo'lar ekan. Ya'ni masalan, suvga tushgan ham bir suhbatimizda ham aytdik, suvga cho'kayotgan odamni siz qutqarmoqchi bo'lar ekansiz, qo'lingizni cho'zadigan bo'lsangiz, qo'lingizga tirmashib chiqmaydi, balki sizni tortadi suvga. Bu qoidani hammamiz bilamiz. Demakki, bu Zufardan boshlab, Mahmudidan boshlab mana bunday Ibrohim kabi ahmoq makkorlar, bular ana shu balchiqqa tushib ketishgan, botishgan. Chiqisha olmaydi bundan. Chiqadigan bo'lsa ham balchiq bilan chiqadi. Tabiiyki, balchiqdan chiqayotgan odam bilan ko'rishingiz ham kelmaydi, yaqinlashishingiz ham kelmaydi. Ya'ni ana shunday bular qochgan. Ya'ni xalq bundaylardan qochgan. Chunki balchiqqa yaqinlashgisi kelmaydi hech kimni. Bular mana shuni alamini siz bizdan olmoqchi bo'ladi. Nima uchun biz balchiqdamiz, bular balchiqda emas? Nima uchun biz yurtdan mosuvomiz, bular unday emas? Nima uchun biz shayton yo'lidamiz, nima uchun bular unday emas? Degan bularning qiynoq alamlari, azoblari bor. Men bularning azobini tushunaman. Ya'ni ana shunday holatda bular tuhmat qilayotganini ham bilishmayapti. Bilsalar ham bilib turib ana shu tuhmatlarni qilishyapti. Dinni arzon pulga sotaverayotganlarga bitta dalil shuki, bilyapsiz, mana hozirgi paytda Falastinda bir qonli fojia ketyapti. Alloh taolo sabr bersin. Alloh taolo bu fojialarni, dahshatli fojialarni tez kunda nihoyalasin. Albatta biz bir musulmon birodar qatorida duodamiz. Ana shu tinch aholiga bo'layotgan zo'ravonliklarga albatta qarshimiz va albatta duodamiz. Ya'ni har bir musulmonni qalbida bo'lish kerak bo'lgan narsa bu. Lekin bu yaramaslar, bu makkorlar bizni ana shu hissiyotlarimiz bilan shunday o'ynashyaptiki, gaplari yemasa, odamlarni atrofiga chaqirish kerak bo'ladigan bo'lsa, insonlarni tortish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlariga jalb qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning hissiyotlarimizdan foydalanishyapti. Ya'ni Falastin degan bir mavzuni o'rtaga solib qo'yishyapti. E'tibor qiling. Ana shu chetda turgan shu Zufar, Mahmud, Ibrohim kabi makkorlar bu isqirtlarni suhbatlariga e'tibor qarating. Har ikkita suhbatdan uchinchisi Falastin haqida bo'lyapti. Hech qanday narsa yo'q. Falastin haqida bo'lishligi uchun masalan o'shalar aytsaki, mana biz mana shunday odamlarni jalb qilib turib, har kuni yuzlagan tonna masalan oziq-ovqat kirg'izyapmiz G'azoga, musulmonlarga, qiynalganlarga, tinch aholiga desa masalan. Yoki bo'lmasam yana qanaqadir mablag' tomonidan yordam beryapmiz, pul to'plab yig'ib oddiy xalqdan deb masalan. Ana shunday narsa qiladigan bo'lsa, o'shani bir hali hisobotini bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, falonchilardan ana shuncha pul olindi, yordam berilyapti deydigan bo'lsa, sal tushunasiz bu narsani. Ya'ni shu tema mavzu gapirilyapti shuning uchun deysiz. Lekin bular hech qanday narsa yo'q. Turadida mana Falastinni qaranglar deb boshlaydi. Va o'sha haqida bir og'riqli gaplarni gapirgan bo'lishadi. Go'yo bee'tibormasliklarini bildirishlik uchun, boshqa narsa uchun. Bilib oling, alhamdulillahki har birimiz musulmonmiz, har birimiz ichimizdagi bu dardimiz ana shu Falastin voqeasi. Demak shunday ekan,
bir dardingiz ichingizdagi dardni bunday gapirib o'tib ketgan odamnichi begona bo'ladimi, dushmaningiz bo'ladimi, o'sha dardni gapirib o'tib ketadigan bo'lsa, o'sha insonga nisbatan siz yaqinlashasiz. Masalan, birovdan qarzingiz bo'ladigan bo'lsa, qiynalib o'tirgan bo'lsangiz, kimdir kelib, "Mana qarang, qarzlaringiz bor, Alloh yordam bersin" desa, "Qayerdan bilding?" deysizda, yoki bo'lmasam o'shanga bir qanaqadir jalb bo'lib qolasiz o'sha odamga. Ya'ni bir men dardimni gapiryapti eslab, darddosh ekan men bilan degan narsa bo'ladi kamida unga nisbatan. Va haligini eshita boshlaysiz, tinglay boshlaysiz. Yoki masalan uyingizda svet bo'lmasa, gaz bo'lmasa, qarang, gazingiz yo'q sizda deydigan bo'lsa, bu narsa juda yoqadi. Yoki bo'lmasam erdan kalta yegan xotinga qara ering yomonligini seni urdimi deydigan bo'lsa, hech qachon erimni yomonlama demaydi. Haligi tomonda turadi, ya'ni meni dardimga sherik ekan deb o'ylaydi. Lekin shu erdan kalta yegan xotinga ering urdimi degandan maqsadi unga joni achigandan emas, qanaqa qilib urganligini qiziqqandan so'ragandek, ya'ni haligi kalta yegan, mazlum bo'lgan, zulm ko'rgan xotinni zulm ko'rishi ham, qiynalgani ham mana bu so'rovchiga bir tillik qizig'i bo'lmaganidek, mana bunday isqirt Mahmud, Zufar va Ibrohim kabi makkor maxluqlarga ham Falastinni mana shuncha qizig'i yo'q. Bular Falastindan mayda pul, qaytim pul sifatida ishlatishyapti, suiiste'mol qilishyapti. Ya'ni o'sha Falastinni gapirib qo'yadi, odamlar jalb bo'lib ushlab turishadi. Falastinni gapirib qo'yishadi, mana qaranglar Falastin deb qo'yadi, shun bilan siz eshitmoqchi emas bo'lsangiz ham o'sha gap uchun hurmatidan eshitasiz. Falastindagi o'sha qiynalganlarning hurmatidan eshitasiz. Ko'ryapsizmi? Bularning maqsadi hech qanday Falastin haqida yaxshilik, boshqa narsa yo'q bu yerda. Falastindek o'sha yerda bo'layotgan og'riqli nuqtamiz, o'sha biz dardlarimizni bu itlar suiiste'mol qilishyapti. Mana shunga men achinaman. Mana shunga aldanayotganlarga achinaman. Men yana qayta gapirishdan charchamayman. Bularni hech qanday Falastin degan u yerdagi qiynalganlar haqidagi dardi yo'q umuman. Bular mana shuni gapirib, shuni orqasidan prosmotr yig'adan boshqa qiladimi, pul topish, kamida o'sha odamlarni mana shu yo'l bilan ushlab turib, u odamlarni buzib berganlar uchun o'sha Londondagimi, Amerikadagimi kerak bo'lsa o'sha yomonlab turgan o'zlari, Izrailmidi, boshqasimidi, ana shu tomondan bo'lgan mukofotlarni olish ilinjida, yordamni olish ilinjida bu ifloslar, bu isqirtlar bizning og'riqli nuqtalarimizdan foydalanishadi. Buni qalb ko'zi ochiq bo'lgan insonlar ko'radi, xolos. Oddiy odam ko'ra olmaydi bu narsani. Oddiy odam masalan hozir mana shu gapdan ham bir negativ narsani qidirishi mumkin. Nimaga sen uni unaqa deyapsan? Unaqa emas aslida deyishi mumkin. Yo'q, birodar. Siz yaxshilab tinglang. Qanchalik yordam bera olyapti mana shu gapi bilan. Masalan, bir suhbatimizda aytdik, bu suhbat ham chiqadi inshaalloh. Ancha bo'ldi bu suhbatga. Bir haftacha bo'lib qoldimi, bu suhbat chiqadi yaqinda. Lekin men qisqa sifatida, qisqa qilib bo'lsa ham aytay bu narsani. Jihod yo'q. Demak, jihod yo'q bo'ladigan bo'lsa, Falastinni ha deb gapirib insonni o'sha o'zi qalbi og'rib turgan qalbini yana junbushga keltiradigan bo'lsa, 4 ta ahmoq chiqishi mumkin. Ketdim men Falastinga boraman deb. Vaholanki dinimizda bu narsaga buyurilmagan. Falon joyda jang bo'ladigan bo'lsa, masalan, ana shu yerga borib sen ham qatnashgin deyilmagan. Bu ayni zalolat, hamoqat bo'ladi. Mana shu narsa. Demak, 4 ta odam boradigan bo'lsa, shar'iy tomondan ham jazolanish kerak, ana shu shariatga zid bo'lgan ishni qilganligi uchun. Va endi davlat qonunlari asosida yashaydigan xalqmiz biz. Demak, davlat ham bu narsaga qarshi. Demak, o'sha 4 ta odam boradigan bo'lsa, davlat tomonidan ham nazoratga olinadi va albatta unga jazo qo'llanadi. Va musulmonlar terrorist, musulmonlar yomon, musulmonlar ana shunday qonxo'r yoki musulmonlar ana shunday zolim degan narsani, mana shu narsani xohlaydiganlarning daftariga yana bitta narsani qo'shib bergan bo'ladi bular, ana shu gapni. Ya'ni 4 ta odam chiqadi, ikkitasi bayroq ko'taradi, boshiga bir narsani o'raydi va Allohu akbar deb turib takbir aytib baqir-chaqir qiladi va mana jihodchilar, terroristlar ana shunday edi, ana shunday takbirlarni aytishib turib baqir-chaqir qilishardi, ana shunday lata boylashardi boshiga. Mana bular ham shunaqa qilyapti. Demak, musulmonlar terrorist degan nomni ko'paytirish, singdirish uchun ana shu xizmatlarni qilishyapti. Mana meni achinadigan joyim shu yerda.
ahmoq bo'lib gapirib qo'ygani uchun emas, to'g'ridan to'g'ri dinimiz dushmanlariga yordam qilishyapti. Tekinga emas albatta, bunga mukofotini, xizmatini olishyapti. O'shalar tomonda turganligi uchun. Va o'shalar tomondaligini ochiq aytsa ham mayli ekan. Biz musulmonmiz, musulmon tomondamiz deb turib, musulmonga jon kuydirgan bo'lib, ularga yordam berayotganliklari uchun. Mana shu narsadan men qiynalaman, qalbim qiynaladi. Nafratlanaman, jirkanaman ana shu kimsalardan. Va mana shularga aldanib qolayotganlarga esa juda ham qattiq achinaman. Ko'zingizni oching. Bular hech qanday musulmonlar g'ami degan narsa yo'q. Bularning bor maqsadi, men qisqa qilib aytadigan bo'lsam, o'sha Zufar, Mahmud va mana bu Ibrohim ahmoq, mana shunday ahmoqlarni, bu kabilarni asosiy maqsadlari dinni yomon otliq qilib ko'rsatishdir. Men o'sha suhbatda aytdimki, dinimiz deb yurilmagan ekan, demak, ana shu joyga borib qatnashib o'lgan odam o'z joniga qasd qilgan bilan teng barobar bo'ladi. O'z joniga qasd qilganga janoza o'qilmaydi. Bu iblislar esa sizni, sodda xalqni janozasi o'qilmasligini xohlaydigan badbaxtlardir. Sizni masalan farzandingiz adashib qoldimi, o'shalarning safiga kirib qoldimi? Demak, janoza o'qilmaydigan, janozasiz ketishligini istaydigan badbillardir bular. Bulardan ehtiyot bo'lish kerak. Mana nima uchun bularni tinglamang? Nima uchun bularni eshitmang? Nima uchun bularga yon bosmang yoki nima uchun bularni e'tibor qaratmang degan maqsad shu. Boshqa nima bor bu yerda? Nima bo'lishligi mumkin? Lekin to'g'ri, mana shu narsani bir keltirib bera olmayapti ba'zi bir ahli ilmlarimiz, imomlarimiz. Go'yo bir haligi tekstni yodlab olib o'qib berganga o'xshatib qo'yishyapti. Aslida bu yotibdi bu yerda. Ya'ni ana shularning safiga kirgan odamga janoza o'qilmaydi. Chunki ana shu safda yurganlar o'z joniga qasd qilganlar bo'ladi. Bunga men o'sha suhbat, xudo xolasa yaqinda ko'rasizlar, suhbatda aytildi. Ya'ni xuddi masalan bitta misol keltiraman sizlarga. Xo'p. Mashinada har birimiz haydaydigan mashinamizda 120 dan keyin ovoz chiqaradi. Baland tezlashib ketdi, pasaygan degan ma'noda. Ya'ni normal tezlik demak o'sha eng oxiri shu 120 hisoblangan. Demak, 120 dan o'tib yo men zo'r shumaxirman men deb masalan 150 da ham yuraveraman deb 140, 150 da yurib va avariya bo'lib shuni oqibatida o'ladigan bo'lsa, o'z joniga qasd qilgan bilan bir xil bo'ladi. O'sha o'zini suvga tashagan, o'zini yoqib yuborgan, o'zini osgan bilan bir xil bo'ladi. Chunki bilib turib qilyapti. Masalan, o'sha arqonni olib, bilib turib shuni o'zini osyapti. Yoki bilib turib masalan o'zini pichoqlayapti, o'zini o'ldiryapti, o'zini yoqib yuboryapti. Xuddi shunga o'xshagan, bilib turib 120 dan keyin odam o'zini boshqarishi mumkin emasligini bilib turib, avariya bo'lish ehtimoli juda ko'pligini bilib turib, ana shu qaltis holatga qadam bosyapti va uni oqibatida o'lyapti. Bu janoza o'qilmaydi bunga. Bu insonga bu narsani bilib qo'yishimiz kerak. Demakki, o'sha yurtlarga borib bo'lib hamki o'sha bechora Falastinga, G'azoga qarshi turgan o'sha dushmanlar, bular kimligini biz yaxshi bilamiz. Qanday katta kuchga egaligini ham bilamiz. Kerak bo'lsa biz eng katta davlatlar deb bilganimiz o'sha G'azoni dushmanlari bo'lgan dushman taraflarini kerak bo'lsa cho'ntagidagi kichkina davlatcha ekanligini bilamiz. Katta biz o'ylagan davlatlar kerak bo'lsa, dunyoni boshqarib turgan davlat ekanligini hamma biladi. Demak, o'shanga qarshi bormoqchisiz siz. Tabiiy holatda o'z joningizga qasd qilgan bilan bir xil bo'lasiz. Chunki bu jihod emas. Jihod yo'q. Bu ikki davlat o'rtasida bo'layotgan narsa. Albatta musulmonlarga ziyon yetkazilyapti bu yerda. O'zaro bo'layotgan voqea ish bu. Biz borishligimiz emas, biz ishimiz duo qilishimiz bo'ladi. Musulmon odamga duo qiladi har qanday holatda. Va eng to'g'ri holat esa va eng maqbul holat esa va to'g'ri keladigan holat bu mana shu holat. Ya'ni o'sha G'azodagi musulmon birodarlarga, yo'ldan ozganlarga emas. Men qayta aytaman bu narsani. Yo'ldan ozganlar haqida gap ketmayapti bu yerda. Yo'ldan ozgan har xil toifaga bo'linib kerak bo'lsa, fitna chiqarganlari ham bor ularning ichida. Ular haqida ketmayapti. Ularni yo'q bo'lgani yaxshi. Tinch aholi, musulmon, la ilaha illalloh deb ibodatini qilib yuradigan, to'g'ri yurgan musulmon birodarlar va ayniqsa ularning ichidagi o'sha yosh bolalar, go'daklar, kerak bo'lsa o'sha yo'ldan ozganlarning ham go'daklari haqida ketyapti.
Demak, o'shalarga qilinadigan duo eng qilinish kerak, lozim bo'lgan duo musulmon odamni. Biz ana shu duoni qilishimiz kerak. Duo bilan 100 minglagan askardan ko'ra kerak bo'lsa, yaxshigina yordam berishimiz mumkin. Agar chin dildan duo qiladigan bo'lsak, 10 mingtadan bittasini o'tib qoladigan bo'lsa, 100 mingtadan bitta odam duosi o'tib qoladigan bo'lsa ham, kerak bo'lsa 100 minglagan askardan, quroldan kerak bo'lsa yaxshiroq foyda bo'ladi. Demak, ana shu duoni qilishimiz kerak. Musulmon odam faqat shu, uni bor yutug'i shu. Duo qiladi, duo xayr qiladi ortidan g'oyibona va inshaalloh Alloh buni qabul qilib qoladigan bo'lsa, ijobiy yakun topadi bu narsa, bu voqealar. Demak, musulmon odam duo qilish kerak. Faqatgina shu. Bizning ishimiz shu bo'ladi. Lekin bu badbaxtlar esa bu bilan kifoyalanmaydi. Yo'q, dedi, borish kerak deydi. O'sha itning o'ziga savol bor, nima uchun sen bormayapsan? O'shani o'zi bilan mot bo'lgan o'sha Zufar ahmoq jinni. Jihod deysiz, o'zingiz nima uchun bormayapsiz degan savolga o'chgan u. Bir narsalarni fortichkalar qidirmoqchi bo'lgan, topolmagan baribir. Yemagan fortichkasi. Savol bering. Mahmudga, Zufarga, Ibrohimga bering. Men jihod yo'q deyman. Ular jihod bor deyapti ekan, xo'p. Ularni gapi rostchilik, ular uchun. Nima uchun bormayapsan sen? Nima uchun sen o'sha yerda yurmayapsan? Nima uchun oldingi saflarda ko'krigingni kerib dushman o'qiga shuni ochib bermayapsan? Sen Ibrohim, sen Zufar va sen Mahmud. Qani mana shu savolga o'shalik aytadi-ku, o'zi bilan o'zini ovora qilib qo'yamiz deb. Mana o'zi bilan o'zini ovora qiladigan savol bu. O'shaligi ularni lichkalariga, ularni bir suhbatlariga, kanallariga kirib yozadiganlarga mana sizlarga zo'rta savol topib berdim. Nima uchun siz jihod bor der ekansiz, nimaga shu jihodda qatnashmayapsiz degan savolni bering bo'ldi. Yo sizni bloklab qo'yadi, yo o'lgunicha bu savolga albatta javob topa olmaydi. Mana shuni o'zi katta javob. Masalan, bizning gapimizdan bir xato axtaradiganlarga mana bizni javobimiz. Mana shu savolga qani siz javob beringchi, agar siz ular tomonda bo'ladigan bo'lsangiz, nima uchun ular yo'q u yerda? Nima ular boshqacha odam bular? Kim bular? Payg'ambar zamonidagi jihodlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari bo'lganlar-ku. Hatto. Bular kim bular? Nima uchun borishmayapti bo'lmasam? Chunki jihod yo'qligini birinchidan juda yaxshi bilishadi. Ikkinchidan jon shirin. Uchinchidan bularning dardi hech qanday musulmonlarning dardi emas, bularning dardi. Bularning dardi pul. Pul topish. Pulni kim beradi? Pulni juda ham yaxshi bilishadi o'zlari. O'sha chetdagi Londonda bo'ladimi ofis, Amerikadami? O'sha tomondan beriladi bularga pul. Mukofotlar. Mana shu pul dardida sizni bizni sotyapti bular. Shundoqligicha pachkalab olib borib sotib berishyapti. Va bunga ming afsuski, asir bo'lgan, qul bo'lganlar bo'lyapti. Ishonganlar bo'lyapti. Sodda xalqlar tutilib qolyapti. Alloh asrasin. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, ko'zingizni oching. Ko'zingizni kattaroq oching. Hali ham kechmas. Hali ham bu yo'lingizdan qayting. Hali ham o'sha isqirtlar domiga kirib ketishdan qayting. O'shaning chegarasida turgan, ada shu zalolat ostonasida turganlarga aytadiganim bu gap. Kirib botib bo'lganlarga endi Alloh hidoyat bersin deymiz, nima deymiz boshqa. Lekin zalolat ostonasida turganlarga aytayapman, hoziroq qayting ortingizga. Allohdan mag'firat so'rang. Hozirgacha borgan qilgan xatolaringiz uchun, gunohlaringiz uchun Alloh kechirguvchi zot, to'g'ri yo'lga qayting. Qochib ketdingizmi, yurtingizni sotib, yurtingizga toshlar otib, bo'xtonlar to'qib qayting va Alloh taolodan kechirim so'rang. Yurtingizdan, xalqingizdan, davlatingizdan, prezidentingizdan kechirim so'rang. Albatta Alloh taolo kechiradi va albatta xalq va davlat ham kechiradi. Buni ko'ryapmiz. O'sha Suriyadagi adashib yurtini sotib olgan kimsalarning oilalari qochib ketgan. Bular umuman umidini uzib qo'yishgan, chunki bundan 10 yillar oldingi holatni nazarda tutishgan. Ya'ni borsak o'lamiz hozir, chunki biz yurtimizni sotib ketganmiz. Eng iflosligini qilganmiz biz borib olib. Endi hozir boradigan bo'lsak bizni o'ldirib yuboradi kamida. Yo'q deganda qamaydi bo'lmasam deb o'ylashganda aksincha ularni qutqarish uchun prezident bosh jonlarini xatarga qo'yib, o'sha samolyotlarni uyushtirib va o'sha jangchilarni kerak bo'lsa posbonlarni uyushtirib borib necha minglagan oilalarni qutqarib o'sha Suriyadan olib kelish, changalidan yurtga olib kelishdi. Va olib kelib ishi yo'qlarga ish berdi. Yaxshi muomala qildi.
farzandlarini bog'chalarga berdi, ularni ta'minladi, otalik qoldi, ya'ni mehr ko'rsatdi. Bu operatsiyaning nomi ham mehr edi. Demak, bu narsa bor, hali ham kech emas. Men o'sha yurtga qochib ketgan, yurtini sotib olgan, o'sha isqirtlarning gaplariga kirib adashib qolganlarga aytayapmanki, hali ham kech emas. Yurtingizga qayting, uzringizni so'rang, to'g'ri yo'lga qayting, to'g'ri musulmon bo'ling, haqiqiy musulmon bo'ling. Haqiqiy o'zbekmisiz, haqiqiy o'zbek bo'ling, qirg'izmisiz, haqiqiy qirg'iz bo'ling. O'zingiz millatingizga, o'zingizni bir diningizga, xalqingizga, davlatingizga yordamingiz, manfaatingiz tegadigan kimsa ekanligingizni bildiring va buni isbotlang. Albatta inshaalloh birinchi o'rinda Alloh taolo kechiradi va sizni xalq ham, davlat ham hammasi kechiradi.